Assalomu alaykum, mani go'zal homiladorlarim. Juda ham ko'pchilik menga yozyapti. Opa, bu usul qiyin ekan. Menga eng oson usulda hisoblab bering, o'rgatib qo'ying deb yozishyapti. Men sizlarga hozir homila jinsini eng oson aniqlash usulini o'rgataman. Bu juda ko'pchilikda to'g'ri chiqqan usul. Xo'sh, siz ham sinab ko'rishga tayyormisiz? Unda hoziroq videoga like bosib, kommentariyada o'zingizni, homilador bo'lajak onajonlarimizga yaxshi niyatlaringizni shunday ulug' kunlarda yozib keting. Demak, hisob-kitob qilish uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Onaning tug'ilgan yili, kuni va oyi, otaning tug'ilgan yili, kuni va oyi. Yoshini olsangiz ham bo'ladi. Yoshini to'g'ri hisob-kitob qilib chiqarsangiz bo'ldi. Aytaylik, biz onani men taxminiy olaman. Kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi videoda mana shu kommentariyadan aynan sizlarning oranglardan birortanglarni tanlab olib, men videoda juda ham ko'p usulda aniqlashni o'rgataman. Demak, aytaylik, ona 29 yoshda. Yosh to'g'ri hisob-kitob qilish kerak, men taxminiy olaman. Ota esa aytaylik, mayli 44, 43 deylik, 43 yoshda. Ona va otani bizga mana yillari ma'lum. Endi homila jinsini aniqlaymiz. O'g'il yoki qiz ekanligini. Shuningdek, meni kanalimga hoziroq obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Juda ham ko'p natijalarni men qo'yib boraman. Shuningdek, meni Telegram kanalimga ham albatta obuna bo'lishni unutmang. Endi diqqat bilan qarang. Biz albatta biror usulni sinashdan oldin bu usul qanchalik foyda berishini va qanchalik to'g'ri chiqishini bilib olishimiz kerak. Demak, mana men sizga natijalardan ko'rsatib o'taman. Ketma-ket bu joyda men natijalarni saqlayman. Juda ko'plab mana natijalarni ko'rib turibsiz. Hozir sizga bir nechtasini ulgurgunimcha ko'rsataman. Bu mijozim 2025-yil oktyabr oyida yozdilar. Assalomu alaykum. Sizga homilam jinsini hisoblatgandim, qizaloq degandingiz. Bugun 16 haftalik bo'ldik va uziga borsam rostdan ham qizaloq ekan deb yozdilar. Va katta farzandlari o'g'illik bo'lganlar bu farzandlarni ham men homila paytida, kichkinagina homila paytida aniqlab o'g'il deb aniqlab berganman. Ya'ni bitta mijozimda ikkita natija ketma-ket bo'lgan. Mana shu o'g'iltoyimiz dunyoga kelganlar. Ilohim niyat qilgan hammaga nasib qilsin. Demak, mana bu ma'lumotga qaytamiz. Ona 29 yosh. Bu usul bo'yicha bizda ona va otani yoshlarini olamiz va bo'lamiz. Onaning yoshi 29 da bo'ladigan bo'lsa, 29 ni 3 ga bo'lamiz. Onaning yoshi 3 ga bo'linadi, otaning yoshi esa 4 ga bo'linadi. Otaning yoshini olamiz 43 yosh va uni 4 ga bo'lamiz. Bo'lganimizda bizga butun son muhim emas. Bizga undan qoladigan qoldiq kerak. Demak, bo'lganimizda buni ichida butun son 27 chiqadi va qoldiq bizada 2 qolyapti. Bo'linganda butun soni mana shu o'zi hisob bo'yicha 3 kara 9 27. Ya'ni 9 butun 10dan 2 chiqyapti. Bunda biz 2 raqamini olamiz. Bu bizga o'zi muhim emas, bu kerak emas. Endi otani ko'ramiz. Otanikini bo'lganimizda esa 10 butun 10dan 3 qoladi. Bizga bu kerak emas. Bu joyda 9 edi. Men 27 ni yozib ketdim. Farqi yo'q, ikkalasi ham bo'laveradi. Baribir bularni unutamiz. Demak, otani qoldig'i 3, onaning qoldig'i esa 2 bo'lyapti. Bu joyda homila jinsi kimni raqami kichkina chiqsa, o'shaniki bo'ladi, katta ehtimol bilan. Bu demak, ayolda homila jinsi, homiladorlik jinsi qizaloq hisoblanyapti. Qizchaga kelyapti. Endi yana boshqa misolda olamiz. Aytaylik, ona 20 yosh, men tez-tez misol olib ketyapman, ota 25 yosh. Yozuvim agar tushunarsiz bo'lsa, uzr so'rayman, ozgina shoshib yozyapman. Demak, 20 yosh bo'lganda biz yana onani 3 ga bo'lamiz. Bo'lganimizda bundan butun chiqadigani 6 kara 3 18. Demak, 6 taqsim uzr adashib ketdim. Buni olganimizda 18 va bu joyda 2 qoldiqchamiz qolyapti bizda. Bu joyda 25 ni 4 ga bo'lganimizda esa bizda ichidan butun holatda 6 chiqyapti. Ya'ni ota bilan onaniki teng chiqyapti. Qoldig'i 1 qolyapti. Endi bu mijozda esa, ya'ni ikkinchi xotinda yosh, men bu raqamlardan kimniki kichik? 2 mi, 1 mi? 1 kichkina va katta ehtimol bilan bularning homilasini jinsi o'g'il bola bo'lyapti.
Mana shunday misol qilib keltirish mumkin. Bundan tashqari bunaqa metodlarni murakkabi, oddiysi 50 dan ortig'i bor. Men shu metodlar yordamida ishlab kelaman va mana bu guruhdagi natijalarni hammasi bizada xuddi sizga o'xshab YouTube orqali keladigan obunachilarimizdan. Mana biz to'liq yozib chiqqanmiz. Mana men bu mijozni misol qilib ko'rsataman. Homila jinsini aniqlash ikkita natija. Bu qizchalarni aniqlab berganman va o'g'illarni aniqlab berganman. Mana yozyaptilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz opa? Sizda doim jins aniqlatardim. Ikkita farzandimni aniqlatgandim. 3-homilamni ham aniqlatmoqchiman deb yozganlar. Va farzandlarni rasmini jo'natganlar. Kattamni foizlarni yozganlar. Qizaloq degansiz, ikkinchimni o'g'il degansiz deb yozyaptilar. Mana biz yozishimiz chatladi. Mana bu shiringina qizaloqchamiz tug'ilganlar va o'g'lonimiz tug'ildilar. Bunaqa natijalar juda ham ko'p uchraydi, juda ko'p. Mana yana bitta holat. 3 ta qizdan keyin o'g'illi bo'lgan mijozim. Bularga biz taqvim qilganmiz o'g'il uchun. Avvalo Alloh, unutmanglar. Mana bu usulni to'g'ri chiqish foizini, necha foizligini bilishimiz uchun hammanglar sinab ko'rib, o'zingizlarning fikringizni kommentda yozib qoldiringlar. Shunga qarab foizini chiqaramiz. Umumiy statistika bo'yicha buni foizi ko'proq, buni hisob-kitobi 1-chi va 2-chi homiladorlikka ko'proq to'g'ri keladi. Agar sizda 3-chi, 4-chi va undan tepa homiladorlik bo'lsa, meni kuzatishda davom eting. Men sizga boshqa usullarni tavsiya qilaman. Sababi homila soni oshgan sari aniqlash uchun oddiyroq usullarni men unchalik tavsiya qilmayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Chiroyli qilib o'zingizlarning fikringizni, izohinglarni, yaxshi tilaklaringizni kommentariyada yozib ketinglar. Sababi kimgaki nimani tilasangiz, o'zingizga xuddi o'sha ortig'i bilan qaytib keladi. Mana bunday chiroyli natijalarni o'qib, kuzatib borib, ayollarni mana shunday quvonchlariga sherik bo'lish uchun esa albatta meni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.